Men Dilobar opani bemorlari bo'laman. Yoshim 18 da. Menda fibroadenoma tashxisi qo'yilgan edi. Ko'plab fibroadenomalar menga o'xshagan yosh qizlarda ko'p bo'ladigan fibroadenoma kosmetik qilib operatsiya bo'ldi. Operatsiya zo'r o'tdi, umuman og'riqsiz. Narkoz ham zo'r o'tdi. Umuman hech qanaqa og'riqlar sezmadim. Narkozda ham, narkozdan keyin ham. Hozir ham hammasi yaxshi. Narkozdan keyin qayt qilish, og'riqlar hech qaysi bo'lmadi. Hammasi zo'r. Buning uchun Dilobar opamga kattakon rahmatimni aytaman. Shunaqa yaxshi holatga keltirib, bilintirmay, razmerlari hech narsani o'zgartirmay, shunaqa qilib berganlar uchun kattakon rahmat. Ровно год назад у меня была операция на удаление фиброаденом молочных желез. Операция была у меня в первый раз. Оперировала меня Шанхаджаева Диlobar Света Павловна. Сама операция была, в принципе, для меня безболезненная, так как я находилась под наркозом. Наркоз я выбирала для себя, разговаривая с анестезиологом, именно тот, который подойдет мне по физическим признакам. Таких как бы глобальных тяжелых последствий нет. Я не испытывала ни тошноты, у меня не было головных болей. У меня не было никаких последствий, я проснулась легко, рвоты, тошноты и головных болей не было. Я выражаю глубокую благодарность своему хирургу, всему медперсоналу, которые меня поддерживали, которые всегда были рядом, которые могли просто добрым словом вам поднять настроение и оказать очень сильную моральную поддержку. Yaxshi masala. Meni ismim Iqbol. Yoshim 38 da. Dilobar opamga 4 yil oldin kelganman. Fibroadenoma tashxisi bilan. Menda qo'rquv juda kuchli bo'lgan. Yo'q, lekin hammasi yaxshi bo'lgan. Narkozlardan yaxshi chiqqanman. Narkozda qusishlardan, ko'ngillanishlardan qo'rqqan edim. Unaqa narsalar bo'lmadi, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi bo'ldi. Bir kunda uyga javob berdi. Hozirga sog'lig'im yaxshi, Xudoga shukr. O'zim uchun 1 yilda bir marta ko'rikka kelaman. Dilobar opamga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qo'llari juda ham yengil. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Men Dilobar opani bemorlari bo'laman. Dilobar opaga 7 yildan beri kelib yuraman, kuzatuvda yuraman. Bir operatsiya bo'lishim kerak ekan. Operatsiya qildirdim mana. 12-yil operatsiya bo'ldim. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshiman. Narkozdan yaxshi chiqdim. Unaqa qo'rqqanim ham yo'q. Narkoz operatsiya xonaga kirdim. Boshqa hech narsani bilganim yo'q. Xudoga shukr, bir uxlab tursam, operatsiya ham o'tibdi, og'riqlarim ham o'tibdi. Hozir ancha yaxshiman, klinikaga kelib turibman. Xudoga shukr. Dilobar opani bir kunda uyimga javob berdilar. Hozir klinikaga qatnab yuribman. Dilobar opa yaxshi doktorlar, qo'llari yengil. Rahmat, umrlari uzoq bo'lsin. Baraka topsinlar. Men Dilobar opam bemorlariman. Oldin ham kelganman, internetda ko'rib topib kelganman ularni. Juda ham yoqadilar menga. Tashxis qo'yishlar, yaxshi tashxis qo'yadilar. Birinchi kelganimda juda ham qo'rquv bilan kelganman. Bularga kelganimda fibroadenoma tashxis qo'ydilar. Undan keyin analizlar topshirdim. Analizlar ham yaxshi chiqdi. Operatsiya qildiramiz deyishdi. Operatsiya Xudoga shukr yaxshi o'tdi. Birinchi marta narkoz olganim uchun juda ham qo'rqib, yig'lagandim. Xudoga shukr narkoz nabrod yaxshi ekan. Qo'rqmay, shunday narkoz operatsiyadan keyin narkozdan 1 soatga chiqdim. Yaxshi chiqib, bemalol o'zim turib, hojatga chiqib, bemalol ovqatlanib, ertasi kuni uyga ketdim. Bemalol uyga turib ketdim. Xudoga shukr, hozir 2,5 oy bo'ldi. Yaxshi deyaptilar, ikkala ko'klar ham yaxshi deyaptilar. Dilobar opamga rahmat. Juda ham xursand bo'lib hozir uyga qaytyapman. Men Dilobar opani bemorlari bo'laman. Yoshim 16 da, hali turmushga chiqmaganman. Bunaqa narsani kutmaganmiz. O'zidan o'zi bo'lib qoldi. Dilobar opamga keldi. Fibroadenoma tashxis qo'ydilar. Yo'q, menga operatsiya deb aytishgan. Men qo'rqqanman, narkozdan qo'rqqanman, hali yoshman. Yo'q, yaxshi chiqdi, rahmat. Operatsiya cho'qlari bilinmaydi, joylari bilinmaydi. Yaxshi. Narkozda unaqa ko'ngillanish yoki turolmaslik yoki yurolmaslik bo'lmagan. Yaxshi, bir kunda uyimga chiqib ketganman. Dilobar opamga kattakon rahmat. Nihoyatda xursandman.